300 bin dolarlık maşinlarda yo'q funksiyalarni bugun Aito M9 mashinada ko'rib chiqamiz. Poli kuzovini biron aytganimizni aytib o'tirmaymiz. Funksiyalar haqida gaplashamiz. Jamol yeridan boshlaymiz. Salon interyeridan boshlaylik, zo'r bo'ladi. Bo'ldi. Daha ketdik. Eshiklarni ochilishini lekin 5 baqa qaranglar. Elektronik o'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Bundan tashqari elektronik paroklar, keyin eshik prisoskalar, knopka bosib ko'rsangizlar, o'zi beklanadi mingandan keyin. Shofyor tarafi esa tormoz bossangizlar, o'zi avtomatik beklanadi. Salon interyerida вообще dahshat, zo'r narsalar bor. 300 ming dollarlik mashinada yo'q narsalar bu mashinada bor desam, mubolag'a bo'lmaydi. Qaranglar, birinchi o'rinda Pasamiz hattoki qaranglar. Rulni shuni o'zimda boshqarsa bo'ladi. E'tiborda. Qaranglar, har bir eshikni shuni ochib yopsam bo'ladi. Close yopish avtomatik yopiladi. Agarda xohlasangizlar, orqasida kinoteatrni ham sizlar uchun yoqib beraman. Hazratib, massajlarni olib, kinolarni ko'rib ketsangizlar bo'ladi. Qani ketdim. Birinchi sidenalarni avziga surib oladi. Orqadan tushak ekran, ichari xalaqit bermasligi uchun. Qaranglar. Mashalloh. Ne deysizlar bu mashina? Bir yurakchani qizartirib bermasa bo'lmaydi. Orqadan projektor tashiydi bo'lgan, mazza bo'lib, xudo xolasa, hazratib videolarni, kinolarni ko'rib ketsangizlar bo'ladi. Qaranglar, sizlar uchun hozir devorda Pony G'aybulla Tursunovning muzikalarini qo'yib beraman. Ne deysizlar bunga? Patologda Pony Alcantara, bir de kontenerni, petchani, deflektorlar ham bor. Bir de proyektor tushadigan yordingizlar. Xo'p, bu yerda barning orqasini ko'rsaman, xolodilniklar. Bu yangilik emas, lilalar chiqadi. Pony xolodilnik, bir de klinik kontrol, hamma narsasi bor. Pony salon naqpa koja bilan ishlangan, lekin sifatli, rangi zo'r ko'chadan ishlatilgan. Keyin sidenalarni bir qator ko'rsaman. Tak, bu yerda atamanchani o'zini ko'tarsangizlar bo'ladi. Keyin undan tashqari buni Pony nolga tushirsa bo'ladi, yotirsa bo'ladi. Hozir ko'rib chiqamiz, qaranglar. Bosaman. Old sidena oldin qarab ketadi. Men o'tirgan sidena esa chapga qarab yuradi. Ko'rdingizmi? Endi yotishni boshlaydi. Ketdik. Tak, endi joyini qaytaramiz. Massaj, abduf, abagrev, xullas hamma narsalari bor. Sidena ham o'ng tarafga yurdi ham, joyini qaytarib. Zo'r. Endi bu sidenani esa Pony yotirib beramiz. Arqa qarab yurdi. Endi oyoqlarni ko'tarsak bo'ladi yana. Sidena yotirib, bemalol ketaverasizlar. Azati, damoli. Xullas, mashin bo'lsa mashin. Menimcha odam uchun bundan ortiq sharoit mashinada bo'lmasa kerak. Mashina yoqqan bo'lsa bir like bosib qo'yamiz. Kompleks tuning bo'yicha Comfort Tuningda kutib qolamiz.